pul kerak uchun bugun shu ishga chiqdim. Qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman. Gap so'zlarga qaramay. Aytilgan joyga cherizlokatsiya orqali kelaman. Qo'shni, tanish bilish, ko'rsa nima deydi deb odamlar ko'nmadi. Kimdir internetga chiqib olib kutunni likillatsa, like bo'lsa million prosmotr qilasiz. Lekin bitta yurtdoshimiz onam kasal, iltimos o'lmasin, yordam qiling deb chiqadigan bo'lsa, bor edi videodan chiqib ketasiz. Astagfirulloh deng. Bunaqa sinovni Alloh hech kimni boshiga solmasin. Agar imkoningiz bo'lsa, mana shu ekrandagi karta raqamlariga qancha bo'lsa ham ehson qiling va bitta odamning hayotini saqlab qolishga yordam qiling. Agar moliyaviy jihatdan imkoningiz bo'lmasa, video ostida 100 mingta like bosib, kommentariyaga duo qilib, nima bo'lsa ham yozib qo'ysangiz, inshaalloh mana shunda ham katta yordam qilgan bo'lasiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Andijon viloyati Bo'ston tumanidan murojaat qilyapmiz. Onam jigar sirrozi bilan og'rib qolgan. Oyoqlari, qo'llari ishib ketgan. Bor ilojini qilib yordam bera olmaganimda, farzandli burchini qila olmaganimda qiynalib ketyapman. Onamni ko'rib yuragim ezilib ketyapti. Bor ilojini qildik. Uyimizni sotdik, lekin yig'ina olmayapmiz. Kundan kunga onam ahvoli og'irlashyapti. Kindigini atrofiga grishalar chiqib ketgan, uxla olmaydi, yota olmaydi, o'tira olmaydi. Borgan sari ko'z o'ngimda so'nib boryapti. Qo'limdan hech narsa kelmayapti. Onam biz uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan. Farzand bo'lib qo'limdan hech narsa kela olmayapti. Ayol bo'lib hech narsa qila olmayapman. Iltimos, saxovat besh insonlar yordam beringlar. Ko'maga tushish holatlari ham bo'lyapti. O'zini yo'qotib qo'yish holatlari ham bo'lyapti. Ko'rib chida olmayapman. Qo'limdan hech narsa kelmayapti. Iltimos, yordam beringlar. Onamni saqlab qolish uchun iltimos. Qo'linglardan kelsa yordam beringlar. Qo'shni, tanish bilish, ko'rsa nima deydi deb odamlar ko'nmadi. Onamni saqlab qolish uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman. Gap so'zlarga qaramay iltimos. Saxovat besh insonlar, sizlardan yordam so'rab chiqdim. Yordam beringlar.